Assalomu alaykum qadrli dakan ishqibozlari, mana belgiyskiy shamo ekan. Makyoni mana tozasidan koreyskiy. Shuni tuxumlari bor ekan, sotiladi ekan. Mana yana ishqibozlar haligi xo'rozni bolasidan olyapmiz hozir tuxumni. Bu ham yaxshi makyo. haqiqiy hali katta davra ko'rgan. Karishga bu narsalar qo'shilgan. Messi xo'rozi radnoy bolasi ekan mana shu. Tuxumlari bor ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerni beramiz hali oxirida. Bu pastdagi nima, kurkimi? Bu kurka, bu kurka. Ha, o'zi ham bostirib qo'yibdi kurka. Ikkitasi ham tushib olaveradi. Qarang aka, qolibdi, ikki oyoq tuxum tug'yapti. Bular qanaqa makyon? Bular bittasi yo'q, kurka emas, kurkullatda yotganda. Bular toza, yaxshi narsalar. Buni ataka yaponlardan xo'roz. Toza. Yapon tezligi, yapon atakaga. Manoma. O'shaqa toza narsa. Ana yaponskiy ataka degan makyon xo'roz ekan. Borishi Belgiyaga boradi. Belgiyaniki. 3 yil oldin. Buni ham hozir uchalasidan tuxum bormi? Hozir 3 xo'rozdan bor. Tuxum bor. Murojaat qilaverasizlar. Nomerni bersangiz bering shep. 99lik 27 40 327 40 14. Hozir tuxum yig'ib beryapmiz, keyin yana telefon qilishsa yig'ib qo'yiladi. Pulini kelishib olaverasizlar. Dakan ishqibozlar endi jinda kechroq bo'ldi-yu, lekin toza narsani erta kechi yo'q. Salomat o'yinlar. Mas Messini bolasiga qiziqdik biz ham. Rangi ham boshqacha, o'sha Messini bolasi. Bu jicha Messi yili olingan bolasi. Birinchi yutganda olingan. Bu ham tulaymi? Ular bo'ldi. Menda emas edi bu. Olib keldikda kecha. 2 kun bo'lib qoldi. Tuxumlari xullas tushyapti bashidan. 5 kunda o'zgaradi tuxum ham. Bir hafta 5 kun. Bu endi mana juda ham bir boshqacha. Bu haligi yangi zotlarga borib taqaladi. Boshida ko'rgan xo'rozimiz. Tuxumi bor buni ham. Burgacha bormi? Buni o'zini to'plab beryapmiz, hozir yo'q bundan. Endi chiqadi. Hozir 3-4 ta bor bundan. Lekin ana Messini bolasidan bu sifatliroq ekan-a turish. Messini bolasi endi keldi-da. Endi keldi. Hop, yuribdi-da, bu ashu odam cho'g'i mana qilib, uni qarang, cho'qib tashlaydi. Kecha cho'qidi uni. Azartni yeganda. Uzib oladi o'shasi. Salomat o'yinlar, ishqibozlar.